Uni Olmaydi degan. Videoga olmaydi. Mayli olmaydi. nima qilyapti bu? O'zingiz bilasizmi qilayotganini? Nima qilyapti? Nima qilyapti? Nimaga ichkaridan ildirib olib, men to'ydan kelishimda kutib, xontoqdan ostida yotibdi. Yursin. Uxlab qolibman deb siktirib yotgansan hozir. To'g'rimi men? Siktirganim yo'q. Siz oldingizda siktirmoqchi edim. Ya nimaga? Hozir ko'zingizda oldida siktiraman. Yo'q. Hozir oldingizda, shunday sizni oldingizda Yo'q. siktiraman. Men deganim deyishdi. Mayli, bilganingda qil. Qilaman. Bundan keyin Sen nimaga mening uyimga kirding? Ya nimaga mening uyimga kirding? Hozir xotiningni oldiga meni olib borasan. Tushundingmi? Xotiningni oldiga meni olib borasan hozir. Kelishdikmi? Xotiningni oldiga meni olib borasan? Mayli, sazmo etak bo'shatmay. Yo'q, mayli ona. Umr. Sen tuzingga siskay seni bor-ku. Qoningga siskay seni bor-ku. Ikko'miz og'ayin. Bilasanmi? Enang mening ammamning qizi bo'ladi. Sen shupurta yeb yursanmi? Bunga birov gapirsa mening, to'xta, biz og'ayin bo'ladi bu. Deydigan emasmisan? Misol, meni ko'chada birov gapirsa, urushsa, uni o'qisa, menga hazmigida akorlar ketyapti. Sen og'ayin bo'lib turib shupurta yedingmi? Ha? siz menga qarang. Nima qilib o'tiribsan sen bu yerda mening uyimda? Nima qilyapsan? Ha? Siz qo'sha-qo'shadan gapkasini gapirdingmi? Umar kiryapti bir marta. Birinchi marta kirishim Umar. Ha? Sen kirmabdi. Diyor kirmabdi. Men qayerdan bilaman? Bilmaysizmi? Yo'q. Erkak bo'lsa-da, mujik bo'l. Bilgan po'qingiz. Yo'q. To'xtab tur. Sen nimaga mening ruxsatimsiz meni uyimga birovni kirizasan? Men uyim bu. Nimaga mening ruxsatimsiz mening uyimga? So'rashim kerak. Xohlaganingizni qing. Men bo'ldi. Siz menga Ulug'bekda o'ynash keldingizmi? Olavering deyman. Men qo'rqmayman. Kamera, uchastka yurib meni qo'rqitmang. Bo'ldi. Qo'rqadigan narsani men yo'qotib Yo'q. qo'yaman. Yo'q, nima qildi? Tushunasizmi? Men qo'rqadigan narsani yo'qotib qo'yaman. Sizga mana shu kerak edi. Men aql qildim shuning uchun. Nimaga mening uyimga kirding? Mana meni uyim mana bu. O'tibman aka. Mana meni uyim. Shunchalik endi odamni yerga pastga o'tdimi? Yo'q. Yo'q, o'zingiz bilmasangiz. Xotinni chaqirasan.